Assalomu alaykum aka-ukalar. Mana biyogumuz yetishtiryapmiz mana shu yerlarga. Mana chesta biyogumizga ham ekin eksa bo'ladi mana. Mana shu yerga bir qovun urug' tushib qolgan ekan biyogumizga, mana pishib yetildi. Buni bemalol eksa bo'lar ekan biyogumizga. Ikkinchi ekinga bemalol biyogumizga ichiga eksa bo'laverar ekan ana. Mana sizlar ham bemalol mana biyogumizdan olib mana dehqonchilik qilishlaring mumkin. Mana tayyor holatdagi biyogumizimiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.